Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan-Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Muhimi davlat tomonidan haftaning qaysi shanba hamda juma kunlari soat 18:00da Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Hozir ayni damda avtobusning ichki qismidamiz. Yo'lovchilarimiz oldi hamda orqa o'rindiqlarda joylashib olishgan. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Hozir ulardan qisqacha savol-javob qilamiz. Assalomu alaykum, qayerga ketasiz? Qayerga ketasiz? Moskvaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Sizga to'g'ri keldimi? Bilet narxlari boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Qarang. Oldin ham avtobusdan foydalanganmisiz? Qulayliklari yaxshimi? Ko'ramiz, boramiz. Mayli, unda sizga oq yo'l tilaymiz. Yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu yerda hozir bolalari ham bor ekan, kichkina yoshdagi. Qayerga ketyapsiz? Kazanga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? 700 ming. Oldin ham avtobusdan foydalanganmisiz? Birinchi marta bularni birinchi marta foydalanish ekan, ko'rishingiz mumkin. Farzandlari ham bor ekan. Obuna qilganman kanalga. Kanalga obuna bo'lganmi? Kanalda bemalol ko'rib, kuzatib borishingiz mumkin. Muhimi yetib bo'lganingizdan keyin bemalol kommentariy yozishingiz mumkin. Mayli, unda sizga oq yo'l tilaymiz. Yaxshi sog' bo'linglar. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiska bosishni unutmang. Yana bir marta manzilimizni qaytarib o'taman. Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Bu reklamadan hamma ketib qoladi.